Assalomu alaykum, hurmatli obunachi va kuzatuvchilarim, uzoq yaqindan kuzatayotgan aka-singil opa-ukalarim. Barchalarga imtihon, haydovchilik guvohnomasini olish uchun tayyorgarlik ko'rayotgan va avtomaktablarda o'qiyotgan barcha hamyurtlarimizga a'lo natijalarda bitirib, yaxshi natijalar ko'rsatib, haydovchilik guvohnomasini olishingizni so'rab qolamiz. Abbosxon TV sizlarga yaqindan yordam berishga hamisha tayyor. O'qing, izlaning, Avtotest, Avtopro barcha ilovalardan foydalanib, cho'ntagingiz va daromadingizni tejang. O'rgansiz, o'qisiz, bilim olsiz, albatta siz kam xarajat orqali haydovchilik guvohnomangizni olasiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, kuzatishda davom etinglar. Xo'p, endi shablonlarda 7-shablonni yechamiz. Savollarni o'qiyman va to'g'ri javoblarni izohlari bilan qo'shib o'qib boraman. Xo'p. Qaysi javobda yo'lovchilar uchun chiqish va tushish maydonchasi bo'lmagan sharoitda yo'lovchilar chiqish va tushish joylarini to'liq ko'rsatilgan? To'g'ri javob trotuar yoki yo'l yoqasi tomonidan. Yo'l harakati qoidalarining 5-bobi 23-bandiga asosan yo'lovchilar transport vositasiga faqat u to'la to'xtagandan so'ng trotuar yoki yo'l yoqasi tomonidan chiqish yoki tushishga majburdirlar. Yo'lovchilarning transport vositalari trotuar yoki yo'l yoqasi tomonidan tushishi yoki ularga chiqishning iloji bo'lmagan hollarda, agar bu harakat xavf tug'dirmasa yoki boshqa harakat qatnashchilariga xalaqit bermasa, yo'lning qatnov qismi tomonidan amalga oshirilishi mumkin. Demak, trotuar yoki yo'l yoqasi tomonidan. Ikkinchi savol, e'tibor beramiz. Xo'p, savolni o'qiyman. Qaysi javobda ruxsat etilgan harakatlanish yo'nalishlari to'g'ri ko'rsatilgan? To'g'ri javob A va B. Yo'l harakati qoidalarining 1-ilovasi 3-bo'limining 3.18.1 o'ngga burilish taqiqlangan belgisi qatnov qismining qaysi kesishmasi oldiga o'rnatilsa, shu kesishmaga tatbiq etiladi. 3.18.1 o'ngga burilish taqiqlanadi belgisi. To'g'ri javobimiz A va B. 3-savol. Ushbu yo'l belgisi qo'shimcha axborot belgisi bilan nimani bildiradi? To'g'ri javob yengil avtomobillar va mototsikllarni to'xtab turish quyidagi joyi usuli. Izoh: yo'l harakati qoidalarining 1-ilovasi 13-bob to'xtash va to'xtab turish qatnov qismiga chegaradosh trotuar chetida faqat yengil avtomobillar, mototsikllar, mopedlar va velosipedlarga to'xtab turishga 5.15 yo'l belgisi bilan birga 7.6.2, 7.6.3, 7.6.6, 7.6.9 qo'shimcha axborot belgilaridan biri o'rnatilgan joylarda ruxsat etiladi. 7.6.1, 7.6.9 transport vositasining to'xtab turish joyiga qo'yish usuli. 7.6.1 barcha turdagi transport vositasining to'xtab turish uchun yo'lning qatnov qismi trotuar yoniga qo'yish usuli. 7.6.2, 7.6.9 trotuar yonidagi to'xtab turish joyiga yengil avtomobillar va mototsikllarni qo'yish usulini bildiradi. Sanab o'tilgan to'xtab turish usuli belgilari. Javobimiz yengil avtomobil va mototsikllarni to'xtab turish qo'yish joyi va usuli. 4-savol. Belgilangan yo'nalish bo'yicha harakatlanayotgan yo'nalishli transport vositalarining haydovchilari piyodalar o'tish joyidan tashqarida oq hassa bilan ishora berayotgan ko'zi ojiz piyodalarga o'tkazib yuborishlari kerakmi? To'g'ri javob barcha hollarda o'tkazib yuborishlari kerak. Izoh: yo'l harakati qoidalarining 17-bobi 113-bandiga asosan barcha hollarda, shu jumladan piyodalar o'tish joylaridan tashqarida ham haydovchi oq hassa bilan ishora berayotgan ko'zi ojiz piyodalarni o'tkazib yuborishlari kerak. E'tibor beramiz. Transport vositasi chorrahalardan quyidagi tartibda o'tadilar. To'g'ri javob mototsikl, tramvay va avtomobil. Izoh: yo'l harakati qoidalarining 16-bobi 104-bandiga asosan teng ahamiyatga ega bo'lmagan yo'llarda kesishgan chorrahada
Ikkinchi darajali yo'ldan harakatlanayotgan transport vositasining haydovchisi asosiy yo'ldan yaqinlashayotgan transport vositalari va ularning keyingi harakatlanish yo'nalishidan qat'iy nazar yo'l berishi kerak. Bunday chorrahalarda tramvay harakatlanish yo'nalishidan qat'iy nazar teng ahamiyatli yo'llarda bir yo'nalishli yoki qarama-qarshi yo'nalishda harakatlanayotgan relsiz transport vositalariga nisbatan imtiyozga ega. Mototsikl, tramvay va avtomobil. 6-savol. Harakatlanish kimga ruxsat etilgan? To'g'ri javob mototsiklga. Izoh. Yo'l harakati qoidalarining 7-bobi 38-bandiga asosan tartibga soluvchining o'ng qo'li oldinga uzatilganda chap yonidan tramvayga, chapga relsiz transport vositalari barcha yo'nalishlarda oldi tomonidan barcha transport vositalariga faqat o'ngga harakatlanishga ruxsat beriladi. Orqa tomonda va o'ng yonidan barcha transport vositalarining harakatlanishi taqiqlanadi. Demak, to'g'ri javobimiz mototsiklga. 7-savol. E'tibor beramiz. Qaysi yo'nalishda harakatlanishga ruxsat etiladi? To'g'ri javob faqat chapga. Izoh. Yo'l harakati qoidalari 13. Demak, 3-ga 10 emas ekan. 13 emas ekan, 3-ga. 3-bobi taqiqlovchi belgilar 3-1 kirish taqiqlangan barcha transport vositalarining kirishi taqiqlanishi bildiradi. 3-1 kirish taqiqlangan. Demak, faqat chapga. 8-savol. Agar transport vositasining o'lchamlari kattaligi yoki boshqa sabablarga ko'ra chetki holatda burilishi bajara olmagan bo'lsa, bu qoidalar chetga chiqqan holda burilish yo'l qo'yiladimi? To'g'ri javob yo'l qo'yiladi agar bu boshqa transport vositalariga xalaqit bermasa. Harakat xavfsizligini ta'minlash talablaridan chetga chiqish mumkin. Izoh. Yo'l harakati qoidalarining 9-bobi 58-bandiga asosan agar transport vositasining o'zi gabaritining eng katta tashqi o'lchamlari yoki boshqa sabablarga ko'ra eng chekka tasmalaridagi tirbandliklar bundan mustasno. Qoidalarning 56-bandi talablariga muvofiq burilishlar bajara olmasa, harakat xavfsizligini ta'minlagan holda boshqa transport vositalariga xalaqit bermasdan talablardan chetga chiqish yo'l qo'yiladi. 56. Aylanma harakatining tashkil qilingan chorrahaga kirish uchun burilish boshqa barcha hollarda haydovchiga o'ngga chapga burilishi yoki qayrilib olishga oldinroq shu yo'nalishda harakatlanishi uchun mo'ljallangan qatnov qismining eng chetki holatni egallashi shart. To'g'ri javob yo'l qo'yiladi agar boshqa transport vositalariga xalaqit bermasa. Aziz obunachi va kuzatuvchilarim, barchalarga shunday ilovalardan, bu reklama emas, albatta doim ta'kidlayman, bu tavsiya. Shunday ilovalardan foydalanib, albatta o'zinglarning ustinglarda ishlab, faqat nazariy emas, amaliy ham o'qib, izlanib, amaliy mashg'ulotlarga ham borib, haydovchilik guvohnomasini imtihon test markazlarida a'lo natijalarga topshirishinglarni tilab qolaman. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Haydovchilik guvohnomasini olinglar. Hammanglar o'zinglar niyat qilgan, orzu qilgan mashinalarni minishinglarni tilab qolaman. Sizlar bilan Obozxon TV bo'ldi. Obuna bo'lishni unutmang. Rahmat barchalarga.